Bugun sizlar bilan ishlatayotgan mahsulotlarimiz haqida gaplashamiz. Misol, mana oddiy misol, bitta pufik. Bu pufikni ishlatilgan mahsulot ichlarini ko'rsalaringiz bo'ladi. Bitta pufikni o'ziga 12 ta reyka teriladi. Buning ustiga ana fil ham chiqib sakrasa borib, sinib ketmaydi. Juda ham baquvvat bo'ladi. Yana biz aytamiz, mana ishlatamiz OSB faner. OSB faner mana shunaqa faner bo'ladi. OSB faner bo'ladi. Mana bunga tabriko reykalar teriladi. 4,5 reykalardan teriladi. Buning ustiga chiqib odam bossa ham ancha-munchasiga tushib ketmaydi. Yana bu tomonda mana panda divanimizning spinkasi yig'ilyapti. Yig'ilayotgan jarayonni ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana Legoga o'xshab kley bilan yig'iladi. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqangi baquvvat bo'ladi. Bitta spinkani o'zida nechta mana fanerni terib tashlaymiz, juda ham baquvvat bo'ladi. O'shuning uchun bemalol biz 5 yil garantiya beramiz deymiz-ku. Bemalol gapiramiz. Mana bu bo'lsa Morena modelimiz spinkasi bo'ladi. Qanday akkuratni qilib, chiroyli kleylar bilan yig'iladi, juda ham mustahkam bo'ladi. Bemalol sifatiga shubha qilmasdan xarid qilsalaringiz bo'ladi. Ishlatayotgan mebellarimizga mana 100% yong'oqdan foydalanamiz. Mana bu misol oddiy misol Luna modelimizning pufiga. Pufiga shunaqangi mana baquvvat qilib oyog'i qo'yiladi. Bu 5 sm, bu 5 sm juda ham mustahkam bo'ladi. Bu bo'lsa Milano modelimizning pufiga va dizaynlarini qaranglar. Shunaqangi akkuratni va juda ham baquvvat sifatli qilib yasalgan. 100% yong'oqdan foydalanamiz. Shuning uchun bemalol mana o'zim ham 100 kiloman ancha bunchaga sinib ketmaydi.